Karimov. Karimov o'zi martdan boshlab o'ynay boshladi. Yosh yigit hali. Hali eng yosh yigitlardan bittasi. Buni Kannavara topdi. O'sha olib chiqdi, oldingi tarkibda yo'q edi va jahon chempionatiga olib ketdi. Hozir o'ynayapti, juda chiroyli o'yin ko'rsatdi. Shu o'yinda o'sha ikkinchi deyarli 99% gol edi. Afsuski, o'sha nima darvozaning to'siniga tegib qaytdi-da. Bu juda chiroyli gol bo'lgan bo'lardi. Butunlay holat boshqacha bo'lishi mumkin. O'sha zarbani Karimov tepganmidi? Ikkinchi safar o'sha aynan Karimov edi. To'singa tegib qaytdi-yu. Ustunga tegib. Juda kuchli zarba bu. Juda chiroyli kombinatsiyaning bir kombinatsiya o'yin bo'layapti-ku. Demak, komandamizda bor, strategiya bor, qovushyapti o'yin, futbolchilar bir-birini qo'llayapti. Faqat tajriba yetmayapti balki. Bu ham endi keladigan narsa. Shuning uchun men o'ylayman, ikkinchi turga biz tayyorgarligimiz ma'nosida biz hali sensatsiya qilish imkoniyatimiz bor.